Ikkita qo'l, mana sizga faraz qilaylik yuzda. Bittasiga namlantiruvchi sepaman. Полностью mana bittasi nam. Mana shunday qizlar bor, yuzini namlantirmaydi-da, SPF surib oladi-da. Yuzni penkada yuvib oladi, SPF suradi. Qizlar unaqa noto'g'ri narsa bu. Hech qachon yuzda hech narsa yotmaydi-da. Mana bu namlantirilgan. Endi qaranglar. Ko'zinglarni oldida ikkitaga SPF suraman. Даже men bu narsaga singishi ham qiyin. Ko'rasizlarmi qanaqa oqarib qoladi? Даже singishi ham qiyin u narsani. Mana. Endi bunga suraman. Bu уже singishi ham juda ham oson. Endi qarang, mana ikkalasini bir xil. Bu oqarib qoladi nisbatan bunga. Chunki buni tagida namlantiruvchi bo'lganligi uchun SPF chiroyli va yaxshi bir tekis yotadi. Bunda bir tekis yotmaydi. Shuning uchun doimo SPF surishdan oldin o'sha namlantiruvchi surib, keyin SPF sursangiz zo'r bo'ladi. Agar bunaqa bo'layotgan bo'lsa oqarib qoladi, lekin ko'proq singdirishga harakat qilinglar mana. Hech qachon oqarmaydi. Sizlar noto'g'ri